Assalomu alaykum, meni boyvachcha akalarim. Sizlarga zo'r uchastka topib qo'yganman. Narxi ham babsha arzon narxda. Mirzo-Ulug'bek tumani Salkovskiyda joylashgan elitli mahalla. Bilasizlar, Mirzo-Ulug'bek o'zi qimmat rayon yuradi, lekin masjidgacha kelib shunaqa uchastkani narxini maksimalni talash tortib arzon narxga belgiladi. Uchastkamizda to'ri 6 sotuvga qurilgan. Umumiy maydonimizning kvadrat metri 670 kvadrat metr. Xonalari ko'pligidan boshinglar aylanib qolmasa bo'ldi. Obzorimizni boshladi. Qaranglar, vadopadlarga bitta baho berib qo'yasizlar. O'zingizlar alohida manba archalari, alohida tema. Asosiy darvozadan kirib kelganda katta garaj, 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. O'rtoqlar avtomatizirованный darvozalarigacha qo'yib qo'yishgan. Manba eshik bor, kodli eshik ekan. Bor, apichatga pals bilan ochilar ekan. Uchastkamizga kiramiz endi asosiy eshigiga. Qaranglar, hovlimizdan hojatxonasini topa olmadim-da. Burchaga kompaktni qilib sekretni joyga joylashtirib yuboribdi uy egalari. Ketdi endi xonadonimizga kiramiz. Bismillah, xonadonimizga kirib kelar ekanmiz. Mashalloh, mana ranglar bor, o'zi nima deyapti? Shunaqa pozitivniy ranglardan foydalanganlar uy egalari mana podsvetkalarga alohida baho berib qo'yinglar. Kirib kelishimiz bilan katta hol, katta lyustra kutib oladi. Assalomu alaykum deb o'ng tarafimizdagi joylashgan xonamiz o'rtoqlar bu ayollarimizning sevimli bo'lgan oshxonasi bo'ladi. Mana kartinkalarga nima? Endi bu nima bu? Tilim bor, bu qo'yapti. Mana bitta mana qaranglar, cho'pli pollarigacha bor. Xullas okalar, boyvachcha akalarim, videoni oxirigacha ko'ringlar. Shikalat narxda obzor qilib beryapman sizlarga. Qaranglar, keyingi xonamizni qo'l bo'ylab kelganimizda birinchi qavatimizning katta mehmonxonasini ko'rsataman. Mana lyustrani qarang, voy xo'jaka, nima deyapti? Bu meni bo'yimdan katta-yu bu. Mana dekorativniy qilib qo'yishgan. Qaranglar, mashalloh. Orqa hovlimizga chiqadigan ikkita eshigimiz bor. Birinchisi va ikkinchisi. Keling. Mana sizga orqa hovlimizda letniy oshxonalari joylashgan. Bu tarafda basseyn nima deyapti? Basseynli uchastka bor, ko'rmaganman-da. Mana basseyn. Qaranglar. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Simli basseyn. Bu tarafda mana sanuzulimiz birinchi. Uning yonida voy, mana sauna nima deyapti? Sauna mazza qilib va ruskiy banya bo'ladi. Yana qamchalar bilan orqasiga sharaq shurib qilib urib yuboradi. Ketdi, endi xonalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Xonalarning ko'pligidan aytayman-ku, yaxshilab joylashib olinglar, va shu boshinglar aylanib qolishi mumkin. Birinchi qavatimizning sanuzuli bilan tanishib chiqamiz. Marhamat, sifatli eshiklar, sifatli mana bunaqa ruchkalardan foydalanilgan. Unitazlargacha qaranglar, hammasi bogatiy stildan ruschasiga aytganda со вкусом deydimi? Bu birinchi qavatimizning родительский spalnisi bo'ladi. Attachmentali, neoklassik nima remont. Kommentariyada yozib olinglar, bilsanglar, mana italyanskiy lyustraga o'xshayapti, bor-ku. Tarketlarga alohida baho berib qo'ying. Sifatli tarket shunday ko'rinib turadi. Sifatli narsa bor-ku. Mana родительский spalni o'zini sanuzuliga ega. Endi podvoliga tushamiz. O'rtoqlar, podvolni ham bor-ku. Vobshe xonalarga ajratib qo'yganlar, xonalar ham rasi ko'p. Bitta narsaga ahamiyat qilinglar. Zinadan tushirish joyi bor-ku, ko'ryapsizlarmi? Объем normalniy. Ana qiynalib, mana bunaqa qilib semiz odamlar bemalol tushiradi. Mana lekin letsensiyadagi podsvetkalarga alohida baho berib qo'yasizlar. Voy, zinalarni qaranglar, podsvetkalarni qaranglar. Chiroq o'chib qolsa, mana shu podsvetkalar yurganingizda avtomatik yo'lingizni yoritib beradi. Bor mashinani farasiga o'xshab. Podvolimizga tushishimiz bilan katta mehmonxona kutib oladi. O'rtoqlar, mana bu televizorga alohida joy qilib, dekorativniy mana shunaqa naqshli qilib chizib qo'yganlar. Endi birinchi xonamiz bu tarafda joylashgan bo'ladi. Bu endi bilmayman, bu menimcha kinoteatr qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda ham ahamiyat qiling, cho'pli pol bor podvolimizda ham. O'rtoqlar, bu tarafda podvolimizning garderobi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Endi qarang, mana podvolimizning koridori bo'lib yurib kelganda yana bitta garderob. Xo'p, men adashib qo'yman, bor xonalar ko'pligidan ahamiyat qilmaylar, tilim ham aylanmayapti, bor. Endi mana kafillar qarang. Voy, sanuzul bilan. Sanuzul-da bu. Endi uchastkamizning yuragini ko'rsataman, o'rtoqlar, mana. Kotelni. Hamma narsa sifatli, kotelnining o'ziga ham normalniy pul ketgan-da. Kim qilgan buni bilmayman, santexnik lekin 5 baho lekin sizga bor. Hamda cho'pli pollarni ham akkuratni joylashtirib qo'yibdilar. Qaranglar. Bu tarafda yana bitta xonamiz. Bu tarafda menimcha podvolni mehmonxonasini sekin marafat qilib olsanglar bo'ladi. Ayniqsa erkak kishilar ko'payib ketganda mana shuni tushirib olsanglar ham bo'ladi. Endi uchastkamizning tepa qavatiga chiqamiz o'rtoqlar. Marhamat, keling, ho'jaka, uyalmang, tortinmang, bemalol, bexijolat. Voy mashalloh, bu bari dilingiz yayraydi. Bu uchastkada bor, qaranglar. Uchastkamiz ham uchastkada. Ana xudingizni ham oldida uyalib qolmaysiz. Zinadan chiqib kelishingiz bilan mana bunaqa bahaybat, mana lyustra kutib olsa, nima deyapman? Osilib turishini qarang. Chiroyliligini qarang buni. Qaranglar, ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan yana bitta hol ko'rishingiz mumkin. Televizorlarni qo'yib, mazza qilib o'tirsa bo'ladi. Kelinglar, bu yoqdan boshlaymiz. Bu tarafda yana bitta garderob, hop, sanuzulimiz bo'ladi. Yana bitta
Xo'p, yana bitta родительский spalni. Bu родительский spalni o'zini garderobi va o'zini sanuzuliga ega. Mana bu garderob bo'lsa, bu sanuzuli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Родительский spalnidan chiqib kelar ekanmiz, ikkinchi qavatimizdan endi buni детский xona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana qaranglar. Globuslarni jamlab lustra yasab qo'yishga qoyil ekan. Attachmentamisan, attachmenta bor, ranglarni ham вообще boshqacha tanlabdilar. Ko'zingiz bor, ko'rganingizda quvnab, o'zi ham bor, mazza qilib orasida. Kelinglar, ikkinchi qavatimizning mehmonxonasi bo'ladi. Mehmonxona ham kattagina, mana bu romlarini qaranglar, kattaligini. Bemalol quyosh tushyapti, havo aylanishi ham zo'r. Xo'p, o'rtoqlar, kelinglar, endi men sizlarga uchastkamizning eng kulminatsion joyini ko'rsataman. Bu terrasamiz bo'ladi. Bu balkon emas, bu terrasa hisoblanadi. Terrasani qaranglar, kattaligini, hamka chiqib turib olasizda, qo'shni yaxshimisan, choyga chiqarsan deb qo'yasiz. Yoki yon atrofingizdagilarga bemalol maza qilib gaplashib o'tirsangiz ham bo'ladi. Hovlida tapchanni qo'yib, uchastka yoqdan bo'lsa bitta like bosib qo'ying xo'jaka, hammasi siz uchun bo'lyapti bu obzor. Mana bu dekorativniy venetsiyanka ham bor, originali bo'ladi, fuflos emas. To'g'ri 6 sotuvga tushgan dang'illama uchastkamizni ko'rdinglar, yoqqan bo'lsa kommentariy, layklarni, repostlarni ayamasdan bosib qo'yasizlar o'rtoqlar. Umumiy maydoniga keladigan bo'lsa, kvadrat metri 670 kvadrat metrni tashkil qiladi. Bemalol 2-3 oila maza qilib bola chaqanglar bilan yashasanglar bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsa, startoviy narximiz 630 mingga baholanyapti o'rtoqlar. Naqd pul bilan kelsanglar, akam aytayaptilar, yaxshigina skidka qilib beraman, aka, xavotir olmang deyaptilar. Remontiga normalniy pul ketgan. O'rtoqlar, Salkovskiy Mirzolubiy rayonidan qidirib yurgan tanishinglarga videoni tarqatib qo'yasizlar, pastda raqam qoldiraman, telefon qilasiz.